Istixora Allohdan xayr talab qilish demakdir. Inson qachonki Alloh taolo menga yaxshilik bitadi, meni o'zimdan ko'ra yaxshiroq biladi, menga o'zimdan ko'ra mehribon degan aqidada bo'lsa, shu aqidalarning asosida istixora o'qiydi. Kishi istixora qilib, men albatta shu ishni qilaman deb turib oladigan bo'lsa, o'sha ishni bitkazishga bosim o'tkazadigan bo'lsa, istixorasi yolg'on bo'ladi. Istixoraning sharti shuki, sababni keltirib natijaga bosim bermaydi. Istixora Alloh taoloning ilmiga, qudratiga va rahmatiga tayanishdan kelib chiqadi. Allohning ilmiga, rahmatiga va qudratiga tayanmagan kishining istixorasi istixora emas. Bu yolg'on bir da'vo. Allohning ilmiga tayanish, Alloh taolo menga va menga foydali narsani mendan ko'ra yaxshi biladi deyishdir. Va oqibatni men bilmayman, Alloh biladi degan e'tiqodda bo'lish. Allohning qudratiga tayanish, u xohlagan narsagina bo'ladi va menga yaxshilikni yaratib berishga qodir. Men o'zimga o'zim yaxshilik yaratishga qodir emasman degan to'xtam sohibi bo'lish kerak.